uyqudan ham tura oldim. Har doim uyda zerikib ketaman. Bitta ham do'stim yo'q. Qo'shnim bo'lganda mayli edi. Xo'p, mayli. Kiyimlarimni kiyib ko'chaga chiqaychi. Kiyimlarimni asta-sekin kiyib olaman. Voy, hech kim yo'q, daraxtlar bor bo'ldi. Voy, yonimga kimdir kelibdi. Borib kelmasam bo'lmaydi. Boraychi, kim ekan? Nima bu? Voy, basseynda cho'milyapti. Basseyni bor ekan. Wow, basseyn. Boy. Assalomu alaykum. Yangiga ko'chib keldingizmi? Kimsan? Men mana shu joydagi kambag'alman. Yo'qa, bor, sotib ketding. Agar sizda ish bo'lsa, menga ish buyuring, iltimos. Pul kerak edi. Xo'p. Halamas, pul yo'q. Xo'p. Uyda ham zerikib ketyapman. Qo'shnim ham yomon ekan. Basseynda mazza qilib cho'milaman. Mayli. Bu otim nimagadir rangi o'zgarib ketyapti kundan kunga. Ikkita otimning ham ranglari o'zgarib ketdi. Bilsam mindirmayapti. Mayli. Uyimga kiraychi, uyimda ozgina o'tiray va keyin boy aka kelibdi-ku, boy akaga borsam menga ish buyuradi, pulla ishlayman. Sandig'imda ham hech nima yo'q. Mayli. Endi bizni ishni ham boshlayman. Meni bu joyda seyfim bor. Seyfimda buvanim buzib. Seyfimda esa kambag'aldan narsalar o'g'irlab mana shu joyga so'raman, boydan. Mayli. Boraychi. Endi vaqt o'tdi-ku, boy akamning uyiga boraychi. Basseyndan chiqqandir shu paytgacha. Ketdim. To'xta. Boy aka, men kelgandim, ish buyurasizmi? Nima qilay? Menga bolta bering. Basseyniga tushsam ekan. Tushaychi. Boy aka keldi. Bering. Nima qilyapsan? Shuna basseyningizga tushib ko'rmoqchi edim. Rahmat, hozir. Nechta daraxt olib kelishim kerak? 40 ta. Hozir. 40 ta daraxt olib kelsam bo'ldi-da. Shu bilan menga boy pul beradi. Shu bahona uyingizni ham tozalab beray deb pullarni uxlatib olaman. Boy men nimalarga qodirligimni bilmayman. Bunaqalardan men hali 10 tasini ko'rganman. Bular kim bo'pti bu boy menga? 20 ta daraxt olib borsam, o'sha maydalab 40 ta bo'lsa kerak. Menga qancha ko'p yer kerak emas. Bu joyda ham daraxt bor ekan. Daraxtcha tushib qoldi, ekib qo'y. Paydo bo'lsa voy, ketdik. Hozir daraxt olib beraman. Keyin boltasini bermaymiz. Alib ketamiz, boltasini bermaymiz. To'xta. Voy. Nima qilding? Bilmasdan uyingizga sizga bermoqchi edim, qo'yilib ketdi. Men 20 ta daraxt olib keldim. Nimaga
40 emas. ishim chiqib qoldi-da, faqat tezroq pulimni bering iltimos. Xo'p. Boyaga ko'rmagan payt basseynga tushib olamiz. Massa. Boyaga chiqyapti. Boyaga chiqib turishimiz kerak. La 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 la. La 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 la. Bering. Boyaga bermayapsiz. Bering. Wow, rahmat. Bitta mayli. La 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 la. Endi biz hozir boyakanikiga o'xsham bo'lganda o'g'irlikka tushib ko'ramiz. Qani boyaka qanday meni ko'rib qoladimi yoki ko'rmaydimi? Mayli, tekshirib ko'ramiz. Boltasini uyga qo'yib turamiz. Mayli. Endi asta-sekin kech bo'lishini kutamiz. Bungacha uyda narsalar ko'rib turamiz. Uyga bildirmasdan kiramizda. Uydagi narsalarni ko'rib olamiz va bildirmasdan olib ketib qolishimiz ham mumkin sandig'idan. Voy, boyaga ayla turibdi. Boyaga ko'rinmasligimiz kerak. Boyaga ko'rmaydi. Menimcha oldingi boyaga o'xshagan bu ham lo'q bo'lsa kerak. Lo'q. Yo'q. Yaxshi, buni ko'rmadi, o'tib olamiz. Sekin o'tishimiz kerak. Sekin o'tyapmiz, ayla boy turibdi. Meni ko'rib qolmasin-da. Ko'ryapti. Yashinib oldim. Ko'rmadi. Suvning tagiga tushdi. Ketamiz. Yo'q, kirdik. Elimda nimalar qimirladimi? Boyaga bizni ko'rib qolishi mumkin. Uyda yuribdi mana. Seyfimni ko'raymi? Voy, uning seyfi bor ekan, hozir uning seyfidan narsa o'g'irlaymiz. Faqat meni kirib qolgan yo'qda. Boyaga chiqishini kutamiz, endi boyaga chiqqanikin ko'ramiz. Meni seyflarimda. Boyaga bizni hozirchalik. Boyaga chiqib ketyapti. Boyaga chiqdi. Oqshom bo'libdi-ku. Voy, uxlashim kerak. Bilaman, bitta bo'lsam kerak. seyfiga kiramiz. Bildirmasdan kirdik. Seyfiga kirdik. Hojat qilishga boraman. Wow, bu ekan. Kirom. Uchadigan narsalarni olamiz. Izmirud. Menga eng yoqadi. Voy. Ko'rmayapti. Boyaga ko'rmayapti. Yaxshi. Boyaga uxladi. Adashmasam boyaga uxladi. Nimasidan o'g'irlasam ekan? Mayli, hozirchalik hech narsa olmay turamiz va bitta aslahat bor ekan, kiyimini olib ketamiz. Qochdik. Boyagani uyidan o'g'irlik. Uyimda bir narsa. Qochishim kerak. Boyagadan juda ham ko'p. Birinchi kundan juda ham ko'p narsalar o'g'irladim. Obunachilar, bu hali birinchi qismi bo'lishi mumkin. Siz shoshiling va menga podpiska bo'lib qo'ying. Ikkinchi qism chiqqanda sirazi sizga bilinadi. Va zombilar ham kelib qoldi uyimga. Endi men bu narsalarni seyfga qo'yaman va boyga bildirmayman. Agar mana shu kiyimlarni ertaga kiyib chiqaman, ko'ramiz boy menga nimalar deya oladi. Agar boy menga buni qayerdan olding desa, men oddiygina javob beraman.
hali meni boy nimalarga qodirligimni bilmabdi. Bu xasis boy ekan. Menga yoqmadi bu boy. Uxlaychi mayli. Voy, juda ham oldinda zombilar borligi uchun. Voy yo'q. Uyim portlayapti. Voy, uyim portlamoqda. Voy, nima qilishni bilmayapman. Voy, hamma joyimda zombi. Qanday uxlayman axir? Hamma joyda zombi. Unday bo'lsa hozir boyning oldiga borib uxlash uchun yordam so'rayman. Yo'q! Uyim portlab ketyapti. Boy yordam bermas ekanmi? Baqirib ko'raman. Boy aka! Boy aka! Boy aka! Yo'q! Uyim portlab ketdi. Voy! Uyim. Voy, ana bu kimniki? Boy aka! Iltimos menga yordam bering. Nima bo'ldi sana? Boy aka, iltimos yordam bering. Uyimni creeperlar portlatib ketdi. Yo'q. Iltimos siznikida bir kunchalik yotib turay. Yo'q. Iltimos boy aka, bir kunchalik hatta uyingizni yonboshida. Xo'p, mayli. O'zimni divanimni olib boraman. Kelyapti. Boy aka qoching. Boy aka meni urdi. Rahmat boy aka. Yo'q dedilar. Hop. Boy akaga rahmat. Voy. Yuzib keldi. Nima qilsam ekan? Boy akani urayapti. Boy aka. Boy aka, sizga yordam beraman. Boy aka uyingizga. Boy aka uyingizga yuguring. Boy aka uyingizga yuguring. Boy aka uyingizga yuguring. Uyingizga kiring boy aka. Men o'zim himoya qilaman. Yo'q, meni qo'yapti. Boy aka uyingizga. Boy aka. U suvdan qo'rqadi lekin. Boy uyingizga kiring. Uyingizga. Men uni uraman. O'ldi. Boy aka uni o'ldirgan. Boy aka iltimos uyingizda yotay, kun sovuq. Ha, mayli bizga. Uzr boy aka. Lekin sotib Boy aka uyingizda zombi borga o'xshaydi.